Nafaqat ovozi, shunaqa ta'mi ham birga-bir o'xshab chiqdi. KFC'ni original retsepti mana shunaqa bo'ladi. Tovuqimizni, ya'ni grutka joyini olib, shunaqa pare qilib kesib olamiz. Idishimizga unni solib, ustidan ikkita tuxumni chaqamiz, tuz, murch, paprikani qo'shib, ustidan yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir piyola suvni qo'shib yorib, massamizni tayyorlab olamiz. Shunaqangi quyuqlikda massa hosil bo'ladi. To'g'ragan filelarimizni solib, yaxshilab aralashtirib, kamida 2 soatga muzlatishga olib qo'yamiz. Juda ham go'shtamiz zo'r bo'ladi shunda qizlar. Bir 2 soat ham o'tib ketdi. Endi massamizni olib unlaymiz orqa oldini. Xuddi shunaqa qilib unlab olamiz. Qizib turgan yog'imizda baland olovda pishirishni boshlaymiz. Yog'iga solishinglar bilan o'zi shunaqa formaga kiradi. Kumur-kumur bo'lib juda ham mazali bo'ladi. Bir martagina bo'lsa ham albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring. Faqat shu retseptni tayyorlaydigan bo'lasiz. Ovozini eshityapsizlarmi qizlar? Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosib, yaqinlaringizga yuborib saqlanib qolishni unutmanglar.